Hammaga salom. Bugun men Adiblar xiyobonidaman. Ushbu xiyobonning hozirgi ko'rinishi juda uzoq tarixga borib taqaladi. Lekin xiyobonning ochilishi 2020-yilga to'g'ri keladi. Men ijtimoiy tarmoqlarimda aynan mana shu xiyobonga kelishim haqida ma'lumot qoldirgandim va juda ham ko'plab izohlar oldim. Izohlar orasida esa qiziqarli shartlar bor ekan. Men esa mana shu shartlarni bajarib ko'raman. Ketdik. Xiyobon hududiga kirishim bilan men Alisher Navoiy haykallari poyiga kelishni to'g'ri deb bildim. Va izohlar orasida mana shunday izohni ham o'qib qoldim. Alisher Navoiy haykali oldida g'azal o'qib bering. Kecha kelgumdir debon, ul sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Xo'sh, navbatdagi izoh Bobur haykali oldida Bobur bilan suhbatlashing debdilar. Qanaqa bo'lar ekan? Ijodingiz uchun, bir-birdan go'zal g'azal va ruboiylaringiz uchun va albatta Bobur nomi asari uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Siz o'shami? Navbatdagi izoh Abdulla Qodiriyning Kumush bibisi tomonidan aytilgan o'sha mashhur jumla "Siz o'shami" jumlasini Qodiriyning haykali oldida aytib berish yozilgan ekan. Men shartni bajardim. Xiyobon hududida Qoraqalpoq namoyandalaridan kimlarning haykallari bor deya izoh kelibdi. Hozir siz ko'rib turibsiz, bu yerda Berdaqning haykallari mavjud. Marhamat. Va bundan tashqari Xiyobon hududida To'lebbergen Qayibbergenov va Ibrohim Yusupovlarning ham haykallari bor. Maqsud Shahzoda haqida 3 ta fakt ayting deb yozibdilar bir obunachimiz. Xo'p bo'ladi. Maqsud Shahzoda 3 ta tilda ijod qilganlar: o'zbek, rus va ozarbayjon tillarida. Jaloliddin Manguberdi va Mirzo Ulug'bek tragediyalarini yaratganlar. Bundan tashqari juda ham ko'plab asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilganlar. Xiyobonda sizga eng yoqqan haykal qaysi deya izoh qoldirishibdi. O'zbek adabiyotida haqiqiy muhabbat va sadoqat ramzi bo'lgan juftlik bu Said Ahmad va Saida Zununova juftligi va mana shu haykal ham menga juda yoqdi. Ajoyib shartlar borda. Ustoz shoiramiz Zulfiya xonim haykallari oldida suratga tushing. Albatta. Derazamning oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib gulladi. Ma'lumot uchun, xiyobonda shoiramiz Zulfiya xonimning haykallari hamda shoirimiz Hamid Olimjonning haykallari yonma-yon joylashgan. Eng yaxshi ko'rgan shoiringizni haykali yoniga boring. Mana shunday izoh ko'rdim izohlar orasida va men ustoz shoir Abdulla Oripovni tanladim. Izohlar orasida Muhammad Yusuf haykali yonida shoirning she'ri bilan kuylangan qo'shiqni aytib bering deb yozishgan ekan. Marhamat. Osmonlarga tegib turgan shirorim o'zingsan, oda desam o'zimni boshiga turgan o'zing ulug'imsan. Xo'p, bu shartni bajarmasam bo'lmaydi. Izohlar orasida Erkin Vohidov haykali oldida ona tilim o'lmaydi she'rini o'qing deya izoh yozishgan ekan. Marhamat. Notiq dedi: Taqdir shul, bu jahoniy iroda, tillar yo'qolur butkul, bir til qolur dunyoda. Ey voyiz, pastga tushkin, bu gap chiqdi qayerdan? Navoiy bilan Pushkin turib keldi qabrdan. Kim darg'azab, kim hayron, chiqib keldilar qator. Dante, Schiller va Bayron, Firdavsi, Balzak, Tagor. Va'zingni qo'y birodar, sen aytganing bo'lmaydi. Barcha dedi barobar. Ona tilim o'lmaydi. Ushbu xiyobon hududi 8 gektardan iborat va hududda nafaqat shoir yozuvchilarning haykallari, balki
O'zbekiston tarixi davlat muzeyining filiali hamda yozuvchilar uyushmasining binosi ham joylashgan. Bu yerdagi barcha shoir va yozuvchilar o'zbek tili rivojiga juda katta hissa qo'shishgan. Men esa izohlar orasida o'zimga yoqqan shartlarni bajarishga harakat qildim. Aytgancha, siz ham Adiblar xiyoboniga albatta keling.